Abbas aka, padişah rastlı qazını 50 tane vurdu mu? Ha, bu qitim padişahning rastlı ochiq keldi. Ehtiyot qiling. Bu qazi odati puhralarga bakmi yavuz edi. Uni bir adablab yaxshi qildi. Padişahning buyrug'i Abbas kirsin, Nasriddin saqlab tursin. Ketishga bo'lmaydi. Nasriddin, saqlab turing. Men kirib chiqay. Shohim, Nasriddin keldi. O'rda oldida saqlab o'tirdi. O yerda bir oqshom saqlasin. Atdiganda deyishayli. Shohim, Nasriddin to'nglab qoladi. Nasriddin bak aqlli emasmi? U cho'qim amal topa oladi. Qulluq. Ajab sovuq ekan. To'nab ketdimi? Bundoq sovuqni qanday qilaman? Nasriddin. Abbas aka. Nasriddin, ozroq bir nima yeb oling. Havo pek sovuq ekan. Abbas aka, padişah meni qasdan kirgizmay, bu yerda to'nglisin debdi, shundaqmi? Shundoq. Biroq qaraganda siz uchun hech gap emas taqiladi. Nasriddin, men qaytay. Boshqalar ko'rib qolsa chataq bo'ladi. O'zingizga diqqat qiling. Menga sovuq o'tmaydi. Hürmetli alileri, men allıburun özlerini bir kez sakladım. Nasriddin, sen de so'rab baqay. Sen nemişqa seliq yig'ishni qalay maqalashtirib etsan? Alileri, bu yil qurg'oqchilik bo'ldi. Agar oldingi yildagidek ochliq topshirishni belgilasak, undaqda atiyazda terilgan urug'ma qolmaydi. Men bu yilgi qurg'oqchilikning bundoq ig'ir bo'lganligini o'ylamabdiman. Men ochliq yig'ish masalasini o'ylashib baqay. Alilerga ko'p rahmat. Padişahimizdan nadir. Lekin sen seliq yig'ishni qalay maqalashtirganliging uchun cho'qim jazoga tortilishing kerak. Bu qasam o'ramla? Yo'q, qasanga urmaymiz. Uyingdagilar qo'sh seliq topshirishi kerak. Birodar, men sizning ochlig'ingizni olsam bo'lmaydi. Sizmi orolli kuni o'tkazyapsiz? Sadriddin aka, e'lon. Bu ochliqlarmi Nasriddinning ko'pchilikka etmagan ochlig'i. Sadriddin, asla hamisha bir oila kishilarni qiynasoq bo'lmaydi. Nasriddin, mana ochliq keldim, ola. Dadang dedimi? Ambardan oldim. Bir bizning o'yning ochlig'i chiqib tursa. Sizlar buncha bola ko'p ochliqni ep kelibsizlar. Undaqda sizlar qanday qilasizlar? Buğday, bir damni 2 damga, 2 damni 4 damga, bir xaltini 4 xaltaga aylantirg'ili bo'lgan bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi. Birisi 2 bo'lsa, ikkisi 4 bo'lsa. Men amal topdim. Nasriddin, uydagi ochliqlarning hammasini topshirding? Shundaq alileri, ochliqlarning hammasi bu yerda. Hamma ochlig'i mushuma? Alileri, Nasriddin aka bu qishda ochliqdan o'ladigan bo'ldi. Bu alileri, sizlarning buyruqlariga bo'ysunaman. Bizning uydagilar qo'sh ochliq topshirdik, lekin mening bir talabim bor. Degina Nasriddin. Bizning uyda hozir saqlab qo'ygan ochliqmi, urug'mi yo'q. Shunlashqa alilerdan azroq ochliq qarz olay degan.
degine qanchalik olasan? Alilari, qarsla. Nasriddin, bu nima qilganing? Hurmatli alilari, men sizlarga tushundiraman. Hozir sizlarning qarovullar kelib menga yordamlashsa bo'lamdi. Ikkinglar Nasriddinga yordamlashinglar. Hop! Qarovul aqla, birdamdan keyin alilariga aniq ko'rstinglar, ha? Alilari, bu yerdagi har bir odamni bir dona bug'doyga o'xshatsak, alilari qarsla, ha? Masalan, birinchi katakchiga bir dona bug'doy qo'ysak, ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi, ikki dona bug'doy. Budak sen nimachi ig'ir? Uchinchi katakchidagi bug'doychi, ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi. 4 dona bug'doy. Alilari to'g'ri dedilar. 4-chi katakchidagi 8 dona bug'doy. Mushundaq faraz qilaversak, toki 100 katakchi bo'g'icha. Alilari, men bu bug'doylarni oriyatga olay. Ha, Nasriddin, mendan oriyatga olmoqchi bo'lgan bug'doy orom mushunchilikmi? Alilari qo'shildinglarmi? Albatta qo'shildim. Omborga berib, Nasriddinning degini bo'yicha uningga 100 katakchi bug'doyni qarz beringlar. Men birni, sen birni, men birni, sen birni, men birni, sen birni, men birni. Abbas, bug'doychi. Alilari, bu davlat ombiridagi hamma oshliqni qo'shsaqmi 100 katak bug'doyga yetmaydi ekan. Ha? Nima? Choq-choq qilyapsan? Buni omborchi hisoblab chiqqan. Faqat 64 katakchilar. 18, 446, 744, 073, 709, 600, 0, 0, 0, 0. Nasriddin, buncha vala ko'p ochliqni ishiltib bo'lganamsan. Alilari buningga o'zlari qo'shilgan. Shundoq, o'zlari qo'shilgan, o'zlari qo'shilgan. Ha, Nasriddin, sen omborga berib ochliqlarni oson bo'ladi, lekin bugun bu ochliqlarning hammasini ib ketishing kerak. Bunchalar ko'p oshliqni qanday bir kunda ep ketgan bo'ladi? Qandoq Nasriddin? Ib ketamisan, yengilgan bo'lasan. Alilari, men bugun cho'qim hammani ep ketaman. Bu podshoh alilarining ko'pchiligi berib turgan oshliqi ham kelar yillik urug'. Nasriddin ombordagi ochliqlarni ularga taqib berishga pednibdimi? Alilari, Ajab, ochig'im keldi. ochiqlikni besivasizlar. Nasriddin, Hurmatli alilari, sizlarning g'amxo'rliklariga rahmat. davlat ombiridagi ochliqni bo'lganing uchun javobgarlik tortilsan. Alilari, sizlar o'zlari oshliq berib turishga qo'shilgan-ku, biroq sizlar faqat bir odam elishga ruxsat demagan. To'g'ri? To'g'ri. Sen Alilari, men sizlarga oshliq yig'ib beryapman, ha? Sen davlat ombiridagi ochliqni tarqitib yutib, yana ochliq yig'ibman deysan, ha? Hurmatli alilari, yurtdoshlarning yeydig'inigami oshliq yetishmayotidi. Kelar yilgi urug'ni demayli turayli. Urug' bo'lmasa kelar yili nima deyar derimiz? Oshliq bo'lmasa podshoh sizlar kelar yili qayaga berib oshliq yig'dilar, ha? Degini to'g'ri, oshliq terimasa qandoqmi oshliq yiqilib bo'lsin. Men bugun ambarni ichib, ko'pchilikka podshoh qurg'oqchilik bo'lib hosil bo'lmaganligini bilgachga, shunlashqa oshliqni ko'pchilikka berib turib hissashlik qildi dedim. Fuqarolarning hammasi olilardan minnatdor. Fuqarolarning hammasi sizlarni eng yaxshi podshoh deb boqdi de. Bu ochliqlarning hammasini sizlar ib ketinglar. Buni faqir sizlarga qarz berdim. Kelayli cho'qim qaytirirsizlar. Podshoh donadir. Podshoh donadir.